Boshdan oyoq qora kiyimda bo'lgan, sochlari Alinikidan farqli ravishda sarg'ish rangga ega yigit Zuhra va Ali kirmoqchi bo'lgan kafe ichida ekan, Zuhra uni ochiq oynadan ko'rib, yuzi oqarib ketdi va tezda eriga qaradi. Ali, balkim ketarmiz. Nega? Hali kirmadik ham. Shunchaki bu yerning havosi yoqmayapti. Haligi oldinlar Fatima bilan shunday kafelarda o'tirardik. Shuni yodimga soldi. Zuhra shunday deya ikkilanmasdan eriga yolg'on gapirar ekan, Ali unga biroz qarab turdi va yaxshi, sen istasang shu. Qayerga borishimizni istaysan? Uyga ketishni istayman. Ovqatni zakaz qila qolamiz, maylimi? Yaxshi, sen aytgandek bo'la qolsin. Yangi kun. O'qish boshlanishiga atigi bir kun qolar ekan, Zuhra tong sahardan nonushta qilib, kiyim-kechak qilish uchun shoplar tomon borishga qaror qildi va Alining oldiga bordi. Bugun bandman, dedi Ali. Balki haydovchiga aytsam seni xohlagan joyingga olib borib kelar. Men bu yerni bilmayman. Siz bilan boraman deb o'ylagandim. Bu yerda hal qilishim kerak bo'lgan ishlar bor, dedi-da, cho'ntagidagi qora kartani qizga chiqarib berdi. O'zingga kerakli bo'lgan va barcha xohlagan narsangni ol. Sayr qil, ovqatlan, ammo kech tushmay uyga qayt. Buni yangi haydovchiga ham tayinlayman. Tushundingmi? Ha, tushunarli. Eri ketganidan so'ng uydan chiqish uchun tayyorlanayotgan Zuhra telefoniga kelgan SMS sabab yana biroz cho'chidi. Ha, buni u Damir deb o'yladi va uni sekin qo'liga oldi. Axir oyim-ku, deya xabarni o'qir ekan, unda nega so'roqsiz boshqa viloyatga ketganligi, o'qish borasidagi ahmoqona fikrlari kerakmasligi va orqaga eri bilan qaytib, qaynonasini ham shu yerga qaytarish haqidagi gaplar yozilgandi. Bu yana qanaqasi bo'ldi? Bularni yozish qanchalik adolatsizlik. Meni qo'sh-qo'llab majburan boshqaga erga berib, endi erli ayol bo'lganimdan keyin ham hayotimga aralashishyaptimi? Hatto holimdan bir xabar olmay, o'sha qochoq qizni qidirmay, kasal bo'lganimda menga qayg'urmay, achinmay shunday gaplarni yozyaptilarmi? deya xabarni qayta o'qigan Zuhra moviy ko'zlardagi yoshni tez artib tashlar ekan, telefonini butunlay o'chirib, Ali bergan kartani olib uydan butunlay chiqib ketdi. Ertalabki xabar sabab anchalik kayfiyati buzilgan Zuhra ishtiyoqsiz holatda o'ziga kerakli narsalarni xarid qilar ekan, barcha xaridlarni amalga oshirgach, yuklarni mashinaga joylar ekan, uni kutib turgan haydovchiga qaradi va shu yaqin atrofdagi tamaddixonaga kiraman. Siz shu yerda kutib turing, deb uni ortga qoldirgan Zuhra shu atrofdagi tamaddixonaga kirar ekan, yana kechagidek holatga duch keldi va bir farq bor edi. O'sha yigit Damir uni ham Zuhrani ham ko'rgandi. Zuhra, bu yerda nima qilyapsiz? Kecha ko'rgan o'sha tanish yigit Damirning nigohlari och pushti ko'ylak kiygan, moviy ko'zli Zuhraga tushar ekan, tezlik bilan uning oldiga borishga urindi. Ammo qizning o'zini ortga tortishi sabab unga savol nigohida qaradi. Yaxshimisiz? Bu yerda nima qilyapsiz? Men haligi o'qish uchun buyumlar olgani kelgandim. Ha, nega Toshkentga kelganingizni aytmadingiz? Sizni kutib olardim. Begona viloyat bo'lsa, deya qizga xavotirli nigoh bilan qaradi. Men shunchaki yolg'iz bu yerda mustaqil bo'lishni afzal ko'rdim. Ammo xabarlarimga e'tiborsiz bo'libsiz. Xavotir olgandim. Ota-onangiz o'qishga ruxsat bermadimi deya. Zuhra yigitga qarar ekan, negadir erga tekkani-yu, eri bilan bu yerga ko'chib kelganini ayta olmadi. Buning sababini o'zi ham bilmadi, ammo rostdan ham buni unga ayta olmadi va u bilardi. Damir Samarqandda bo'lmaganligi sabab bu muammolar haqida bilmasligini. Shunchaki sizni ovora qilgim kelmadi. Mayli, men keta qolay. To'xtang, deya qizga yaqinlashdi. Ovqatlanmaysizmi? Universitet yotoqxonasiga borasizmi? Men ham shu yerga ketyapman. Sizni tashlab qo'yaymi?
Yo'q, shart emas. Men kvartirada ijarada turaman. Rostdanmi? Ota-onangiz bunga ruxsat berishdimi? Ha, endi men bora qolay. Xohlasangiz. Yo'q, xohlamayman, men ketdim. Bu yerdan tezda chiqqan Zuhra Damir ortidan kuzatmasin deya salkam yugurib mashina oldiga kelar ekan, unga tezda o'tirdi va sarosima bilan haydovchiga haydashini aytdi. Darvoza oldida to'xtagan mashina eshigi oldida kelib turgan erkak eshikni ochib, yosh janobi tushishi uchun yo'l berdi. Mashinadan tushgan Ali kostyumini tugmasini to'g'rilab qo'ygan misol harakatlanib, yonidagi haydovchisiga yo'naldi. "Xo'sh", dedi u, erkakning hisobot berishini kutayotgan misoli. Zuhra xonim xarididan so'ng biroz g'alati ahvolga tushdi. Ovqatlanish kayfiyalariga xotirjam kirganlardan oz o'tib, tez va rangi oqargan holatda chiqdi. "Sababi nima?" "Bilmadim, janob, shoshib qolgandilar." Yo'l bo'yi ham bir nuqtadan nigohlarini uzmadi. Haydovchisining gapidan biroz o'ylanib qolgan Ali uyga qaradi. Derazalar orqali chiroq yoqilgani xira ko'rinmoqda. Hali qorong'u tushib ulgurmaganligi tufayli deraza ortidan odam o'tsa bilinmaydi. O'ylangancha uy ichkasiga kira boshladi. "Kimni uchratding? Fotimani ko'rdingmi?" O'z-o'ziga savol berdi u. Zuhra uy ichiga kirib borgan Ali atrofga nazar tashladi. Hech kim yo'q. Oshxonaning xira nuri polga tushib turganda o'sha joyga yo'naldi. Ichkarida Zuhra o'ziga yarashadigan oddiy va mayin libos kiygan, fartuk o'ragani uchun nozik beli va figurasi orqa tomondan sezilib qolgan. Unga boshdan oyoq nazar tashlagan Ali tomog'idan chuqur yutinish qilgancha tikilib qoldi. Biroq qizning harakatsiz turgan holati uni o'ylantirdi. Ohista borgancha yoniga yaqinlashganda yelkasiga qo'lini qo'ydi. Zuhra ochiq bo'yniga tegib ketgan sovuq kaft chaqiriqdan seskangan qiz cho'chib tushgancha alanglab Aliga qaradi. "Qachon keldingiz?" "Hozir." "Nima bo'ldi, tinchlikmi?" "Ha, taom pishirayotgandim." Soxta jilmayishga harakat qilgan qiz nigohlarini erining ko'zlaridan uzmadi. "Nimani hidi chiqyapti?" "Kuydirding." Zuhra ovqatga qaramasdan burnini jiyirgancha Ali uni diqqatini pastga qaratdi va tezlikda gazni o'chirmoqchi bo'lganida xayol bilan bo'lgan Zuhra shoshilinch qizib turgan qozonni ushlab qo'lini kuydirdi. "Og'rimayaptimi?" Nozik barmoqni ulkan kaftlar orasiga olgan Ali kuygan joyga issiq nafasini puflash bobida nigohlari nogahon Zuhraning yoshga to'lib borayotgan ko'zlariga tushdi. Unchalik ham og'riq bergani yo'q, lekin bo'lib o'tgan voqealar va xayollari tufayli ko'z yoshini ushlab tura olmagan qiz qarshisidagi erkakda xavotir uyg'otdi. "Hey", ohista pichirladi Ali, kaftini qizning oqargan yuziga bosib. Zuhra bu unchalik ham kuygani yo'q. Negadir yumshoq ohangda uni tinchlantirib, yanoqlarini namlangan ko'z yoshlarini artdi. Uzun kipriklariga ega bu erining ko'zlariga nigohi qadalgach, ohista yumib undan uzoqlashdi. "Kechirasiz, shunchaki taom tayyorlamoqchi edim." Kaftdan yulqib olingan yuzi va qizning barmoqlari Alida issiq izini qoldirdi. U lablarini gapirish uchun ochdi-yu, biroz o'ylanib qolib atrofga qaradi. "Hech qisi yo'q. Ovqat buyurtma qilamiz." Vaziyatni yumshatishga uringan erkak Zuhraning barmoqlarini ushlab, bint va spirt qidirgani chiqib ketganini kuzatishdan boshqasi qo'lidan kelmadi. U oshxonada yoyilib yotgan narsalarga ko'z yugurtirib, yig'ishtira boshladi. Shundoq ham bir necha hafta oldin hayoti tubdan o'zgarib ketgan yosh qizaloqning bunday o'ychan yurishi tabiiy hol. U kichik rafiqasining yumushlarini kamaytirish uchun arzimagan ishni ham qilardi. Axir buzilgan hayotida qisman uning ham hissasi bor. "Nimalar qilyapsiz, Ali?" Muzdek dush. Ko'kimtir ko'zlarini yumib olgan qiz yuzini suvga tutgan holatda erkin turardi. Tanasi bo'ylab yoyilayotgan bu sovuqlik uni xotirjam qilmoqda.
Ohista boshini tushirib, nigohini kuygan barmog'iga qaratdi. Unga suv tomchilari va bu achishtirishni keltirib chiqarardi. Zuhra suvni o'chirib, sochiqni yalang egniga ildi. Artinish uchun ishlatar ekan, kiymoqchi bo'lganida kiyimlarini xonasida unutib qoldirganini angladi. Ey Xudoyim, ko'zlarini asabiy yumdi-yu, ilyakdagi boshqa kattaroq sochig'ini olib, ko'ksi bo'ylab aylantirdi. Nam sochlari esa yelkasi bo'ylab tushgancha eshik tutqichini buradi. Dastakni pastga tushirib, tashqariga ohista chiqar ekan, qarshisida paydo bo'lib qolgan Alini ko'rgach, joyida qotib qoldi. Erkakning nigohlari avvalo qizning soni va ko'kraklarini arang yopib turgan sochiqqa tushdi. So'ng yelkasi bo'ylab yoyilgan nam sochlariga. Ali Zuhrani hech qanday va hech qachon bunday ochiq holatda ko'rmagan. Uning nozik tanasi, qo'l sochlari va titrab turgan lablari uni e'tiborini tortdi. Oppoq oyoqlar, arang yopilib turgan solalar, tomog'iga tiqilgan danakni og'ir yuturishga sababchi bo'ldi. Bir zum nigohlarini ham uzolmay oldinga qadam tashladi. Erining u tomonga qadam bosganini ko'rgan Zuhra benihoya ortga qadam tashladi. Sochig'ini etagini qisgancha lablari titrab, hozirgina yopgan eshigiga suyanib qoldi. Nega bu holatdasiz? Yetib kelgan Ali qoshlarini chimirgancha so'roqqa tutdi. Kipriklarini pirpiratgan Zuhra og'zini kichik shaklda ochgancha tikilib qoldi. Ali uning shishib qolgan labining kichik ochilishiga tikilib qolarkan, tomirlarida turgan xohish sabab qo'lidagi kiyimlarini siqdi. Yaqindan Zuhra yanada jozibali va ochiq ko'rinmoqda. Og'ir yutinish bilan ortidagi yuvinish xonasiga ishora qildi. Kiyimimni unutibman. Qochsangiz men ham yuvinib chiqardim. Garchi bu uyda yuvinish xonasi bir bo'lmasa-da, istagani bildirdi Ali. U shunchaki bu yon tomondan o'tib ketayotgan edi va nogohon ayolning yarim ochiq tanasi qarshisida to'xtab qolgandi. Zuhra ko'zlarini yerdan uzmasdan kipriklarini pirpiratgancha sochig'ining yechilib ketishi mumkin bo'lgan uchidan ushladi. Alining ham nigohlari o'sha tomonga benihoya qaratilar ekan, Zuhra o'tkir qarashdan yanada titrab ketdi. Yuzaga kelayotgan tartibsiz nafas havoni isitib yuborgandek tuyulmoqda. Ko'ksidan chiqqudek bo'lib urayotgan yurak ikkisining ham harakatsiz qolishini ta'minlayotgandek go'yo. Ali nozik bilaklari va kafti bilan tanasini yopishga urinayotgan bu kichik rafiqasini ko'rib, ichidagi hissiyotlarini boshqara olmay qoldi. Yanada qiz tomon cho'chib kelar, cho'kib qolgan ko'ksini faqat Zuhraning o'zi bosib tufayli sezardi. Qancha vaqt o'tib borayotganini noma'lum. Aniq bo'lgan narsa esa ularning g'ujg'on urayotgan istaklari. Tobora zaiflik cho'kib, noqulay bo'layotgan Zuhra ko'zi bilan atrofga yo'l qidirar ekan, Ali tomoq qirgancha keng yelkalarini chetga olib, qiz o'tib ketishi uchun bu tor yo'lakda joy yaratdi. Sochig'ini mahkam tutgancha mayda qadamlar bilan o'tib olgan Zuhra tezlikda yugurib xonasiga ketarkan, ortidan qarab qolgan o'tkir nigohlardan bexabar. Yosh bola jilmaydi u o'z sezmagan holatda. Yuzimga va tanamga tegayotgan muzdek suv. Xuddi uyg'onib ketgan hissiyotlarimni yuksak cho'qqidan pastga itarishga harakat qilayotgandek edi. Qoshlarimdan pastga tushishga urinayotgan sochlarini sekin ortga olib, ko'zlarimni suvga qaratgancha yumganimda ichimda bir titroq turib ketdi. Ko'z o'ngimda Zuhraning tanasi gavdalandi. Oppoq, sochiqqa o'ralgan va ochiq boshqalar ko'rmasligi kerak bo'lgan nuqtalar yopilgandi. Sochiq arang tanasida turardi. Kichikligi bois o'ralgan qismini nozik kafti orasida qattiq qisgandi. Nam sochlari yalang yelkasiga tushib, suvlar tanasiga tomarkan, o'zimni juda qattiq his qildim. Xayolan barmoqlarim orasida uning qisilgan va yoqimli terisini sezardim. Har qadam bosganimda ortga tisarilishi va oxirida yopiq joyga tiralganda titragan lablari aqldan ozdirardi. Xayolan kaftimni ortki qismi bilan yuziga tekkanimda hayajondan ko'zini yumishi va battar shishgan lablari titrashi ko'z o'ngimda gavdalandi. Sekin barmoqlarim bilan yuzini silab,
bosh barmog'imni labiga bosib, ikki tishi orasini ochgancha uni kirgizishni va sekinlik bilan barmoq o'rniga lablarimni bosib, tilini tutgancha rohatlanishni o'yladim. Bu o'z-o'zidan bo'lardi. Uning bo'shashishi, yelkamga tirnoqlarini botirgancha qarshilik ko'rsatishi ham xayolimga joylashib olgandi go'yo. Bu hislar, xayollar ehtiyojdanmi yoki sevgidan? U mening xotinim, lekin juda yosh va u istamagan inson edim. Hayotimning qiziq pallasi va sho'xliklari endi boshlangan qizaloqning quyoshini to'sgan qora bulutlari bo'ldim. Unga yoqimli yomg'irni emas, balki qorlarni hadya qilgan bulutdek. Ko'zlarimni ochib, egnimga sochiqni ildim. Yuvinish xonasiga nigohimni qayta qaratar ekanman, bir necha daqiqa oldin yuziga kelgan hissiyotlar yana qayta meni o'rab oldi. Ko'z o'ngimdan uning kichik va oppoq tanasi ketmasdi. Jin ursin. Oxir nafaslarim ostida so'kingancha egnimga faqat keng trikoni kiyib oldim. Mushaklarimni berkitishni xohlamagan holatda yuvinish xonasidan chiqib xonamga yo'l oldim. Uy sokinlikka cho'mgandi. Na quritish moslamasining ovozi, na boshqasining. Umuman olganda tinchlik. Zuhraning xonasi yonidan o'tib ketar ekanman, ko'zlarim yotoq ustida mushukchadek uxlab qolgan kichkina rafiqamga tushdi. Qadamlarim nogohon ichkariga yo'nalib ketdi. Ohista yurib, yotog'i tepasiga keldim. Yuqoridan qarasa, u kichkina mushukchadek. Iflos xayollar yana o'rab olgancha, keng yotog'imdagi tanam ostida qanday titrashi ko'z o'ngimni egallab oldi. Ko'zlarimni chirt yumib, ochib cho'kkaladim. Yoqimli ifor taralmoqda. Ko'zlari tagida charchoq va pishqirib nafas olishi eshitilmoqda. Barmoqlarim benihoya nam sochlariga yugurgiladi. Sekinlik bilan silamoqchi bo'ldim-u, nimadir to'sqinlik qildi. Ali, nimalar qilyapsan, tavba? Universitet darvozalari keng ochilgan holatda o'z bag'riga birinchi kurslarni qabul qilmoqda. Atrofdan ko'zlarini uzmagancha lablari ochilib hayron tomosha qilayotgan Zuhra tashqi tomondan qanday ko'rinishini o'ylab, o'zini jiddiy inson ko'rinishiga solib oldi. Boshqalar nazdida qishloqdan kelgan qiz sifatida gavdalanishni istamadi. Aslida ham unday emas, lekin orzusidagi universitetga kirgan har bir qizning qarashlari ilk kundan shunday bo'ladi. O'ziga ishonch bilan qadam bosgancha u qabul qilingan guruh va xonasining raqami yozilgan qog'ozchasiga qarab ichkariga kirdi. Hech qanday adashishlarsiz topib borib xonaga kirdi. Ichkarida ularga biriktirilgan kurator ohista borgancha biror bir stolga o'tirdi. Ko'p o'tmay xonada ko'paygan talabalar orasida u qochib yurgan sinfdoshi Damir ko'rinish berdi. Atrofga ahamiyat qilmagan holatda hech ikkilanishlarsiz qizning oldiga borib joylashgan yigit Zuhrada ichidagi kichik qo'rquvni uyg'otdi. "Salom", dedi Damir odatiy tarzda. Lablarini tishlab, hech nima bo'lmagandek o'zini tutishga uringan Zuhra alik olib jilmaydi. "Bitta guruhda ekanmiz", quvondi u. "O'tgan gal tuzuk ham gaplasha olmagandik. Shoshib ketib qolgandingiz." "Ha, vaqtim kam edi." Hijolatli jilmaygancha boshqa suhbatlashishni istamayotgandek ko'rsatishga urinib gapni qisqa qilgandi, ammo Damirning to'xtash niyati yo'qmi balki. Ancha vaqt gaplashmaganlik va sog'inch hissi sabab u qiz bilan ko'proq gaplashishni va yoqimli ovozini to'xtovsiz eshitishni istardi. "Opangizni to'yi qanday bo'ldi?" Sukunatni yana buzdi u. Zuhra javob berishga og'iz juftlagan edi hamki, kuratorning buyrug'i yangrar ekan, uh tortgancha ichida shukurlar aytdi. Damir istamay e'tiborini Zuhradan xona markazidagi ayolga qaratdi. Uzoq vaqt o'tgan tanishtiruv hamda bu ma'ruza Zuhra xohlamagan suhbatni ochmaslikka yaxshigina yordam qildi. Bugunga qo'yilgan vaqt o'z nihoyasiga yetar ekan, narsalarni yig'ishtirib o'rnidan turgan qiz ortidan ergashayotgan bu yosh yigitdan imkon boricha qochishga urinardi. "Ahvolingiz yaxshimi, Zuhra?" U tengi yurib yetib olgancha tirsagidan tutdi.
o'zgarib qoldingiz. Mendan nimadir ayb o'tdimi? Zuhra ikkilanib qoldi. Ko'nglida bir his yotgan va u nima deb javob berishni bilmasdi. Hijolatli jilmayishga urinib bosh silkidi. Nimayam derdi? Turmushga chiqishni qanday aytadi? Boz ustiga unga yoqadigan yigitga, u bolaligidan buyon ko'ngil qo'ygan yigitga zumda turmushga chiqib ketganini aytish, undan 2 karra uzoqlashishni talab etadi. Shunchaki bu yer begona joy. Men ko'nika olmayapman ham. Siz yigit kishisiz. Har uzilishda atrofga kichik nigohlarni tashlab bahona topgan Zuhra yetarlicha Damirning diqqatini torta oldi. U ham atrofga qaradi. Xuddi barchasi nigohlar ularga qaratilgandek. Bundan tashvishlanmang. Qaraversin. Biz necha yillik sinfdosh va do'stlar bo'lganmiz axir. Ammo biz endi o'smir yoshdagi yigit qizlar emasmiz, Damir. Ohista tushuntirgan bo'ldi Zuhra. Damir sekin qo'l siltab qo'ygancha atrofdagilarning fikri qiziq emasligini aytib, birga chiqishni taklif qildi. Zuhra ham birozga negadir bo'lgan voqealarni yigitning tabassumiga tikilib qolgancha unutib qo'ydi. Universitet binosidan chiqishar ekan, Damirning bugungi ma'ruza haqidagi kulgili fikriga jilmayganida darvoza yaqiniga kelib to'xtagan erining mashinasini ko'rib, ko'zlari moshdek ochildi. Negadir kun isib ketdi. Ko'zlarini darvozaga dam-dam qaratgancha qo'li bilan yelpidi Zuhra. Damir ko'zlarini qizdan uzib, universitetning yon tomonidagi kichik supermarketgacha qaradi. Hozir salqin nimadir olib kelaman, kutib turing. O'sha yoqimli tabassumini hadya etgan yigit ortiga qaramasdan yugurgancha supermarketga kirib ketdi. Damir qaramaganidan foydalangan Zuhra talabalar orasidan borib darvoza yoniga chiqib oldi. Ali uni ulkan gavdalar orasidan ko'rib qolib, taqqan ko'zoynagini yechgancha mashinani eshigini yopdi. Haydovchi kelmadimi? İlk o'qish kuningizni kutib olishga chiqqandim. Ovora bo'libsiz. Barmoqlarini bo'ynining orqa tomoniga yugurtirgancha hijolatli jilmaygan Zuhra ortidagi universitetga xavotir bilan qarab qo'ydi. Ketamizmi? Tezmi? Mayli. Boshini irg'ab qo'ygan Ali mashina eshigini avval rafiqasiga ochib berib, haydovchi o'rindig'iga o'tirdi. Daqiqa o'tmay darvoza yaqinida eshitilgan shina tovushlari uzoqlashib, mashina ketdi. Oynadan ko'z uzmay universitetdan uzoqlashgan Zuhra Aliga nigohlarini qaratdi. Kelishingiz shart emasdi. Kichikkina rafiqamning bugun ilk o'qish kuni. Ham shahar begona. Ali suhbatdan noqulay bo'lgan Zuhra ohista gap boshladi. Doim shunday bo'lganmisiz? Ya'ni yumshoq gapli, e'tibor. Nega edi? Hijolatli jilmaygancha ko'zlarini bir necha bor qizga qaratdi. Aytmoqchimanki, opam nega qochib ketgani qiziqtiryapti. Agar yomon holatda bo'lmasa, boshqalar orzu qilgandek hayot bera olsangiz, u nega qochdi? Chuqur ildiz o'ziga va qochgan sobiq xotiniga qadalgani uchun Alining nigohlari biroz o'zgardi. Rulni qisgan bilaklari bo'ylab ozgina tomirlari bo'rtishni boshlarkan, holatdan o'ylanib qolgan Zuhra uning o'zgarganini sezdi. Bilmadim. Bu ham menga qorong'u. Ali og'iz bo'shlig'iga tilini o'ynatgancha yengil javob berib, xuddi bu suhbatdan qochishni istagan kishi misoli musiqani yoqdi. Unga nimadir bo'lganini sezgan Zuhra nigohlarini mashina oynasidan tashqariga qaratdi. U ko'zlarini ko'chadan uzmay ketarkan, baland qad rostlagan uylar yaqinidagi devorga suyanib kim bilandir gaplashib turgan qizga ko'zi tushdi-yu, sergaklanib ketdi. Fotima? Benihoya pichirlab ko'zlari kattalashdi uning. 3-qism tugadi.